Ishonmaysiz, juda ajoyib natijalar olganmiz. Belver kompaniyasining tarixida holi yo'q. O'zi umuman boshqacha kasalligi bo'yicha kelib qolgan, bachadonda o'simtasi bo'lgan, miomasi bo'lgan. U men oldimga aynan shu mahsulotni ichaman deb kelmagan. U shifo topish uchun kelgan. Lekin ayol bilan suhbatlashish jarayonida men unda qandaydir psixический отклонение ko'rdim. To'g'risi qo'rqdim Magic Pack mahsulotini unga berishga. Lekin bitta narsa, buni tarkibida 60 xil mineral bor ekan, kalsiy asosida. Chunki u makro-mikroelementlar, bu makro-mikroelementlar tabiatda bor narsa va u bizning organizmimizga har kuni kerakli narsa. Har bitta hujayramizda yashashi, hayotini davom ettirishi, o'zini organizmini o'zini tozalashi uchun bizning hujayramiz uchun kerakli hamma ingrediyentlar bor, ya'ni agarda tabiiy mahsulot bo'lsa, bu ayolga buyursam, menimcha unda hech qanaqa nojo'ya ta'sirlar olib kelmaydi degan maqsadda buyurganman. Ayol adashmasam 10 yil davomida turmush qurishi natijasida oilasi tarafidan ovqatlariga bildirmagan holda narkozavisiy qo'yishgan. Ya'ni narkotiklar iste'mol qilishiga majbur qilgan. U ayol o'zi bilmagan holda 10 yil davomida uxlagan ayol. Ya'ni tashqi dunyodan uzilib qolgan bir ayol bo'lgan. Hayoti qora va oqdan iborat bo'lib qolgan bitta ayol va bu mahsulotni berib juda zo'r natijalar olganda ayol kelib menga rahmat aytganda, yig'lab turib hayotini tushuntirib berib turib, meni hayotga qaytardingiz, o'zimni eski o'sha ayolga aylandim, nahotki shunaqa bir davolash metodikasi bor ekan deb juda ham hayratda qoldim. Men o'zim ham hayratda qoldim, chunki narkologiyada yotgan, rosa ko'p yotgan, psixiatrga ko'ringan, unda suitsid belgilari bo'lgan, ya'ni o'zini o'ldirish, vasvasa, juda ko'p marta, ya'ni o'zini bir narsa qilib qo'yishidan qo'riqlab, shunaqa qo'rqinch ichida yashashganda butun oila. Hatto hozir shu oilasi shunchalik xursandki, oyisi yana hayotga qaytgani uchun. Vrachlar nima deyishgan? Sen endi mana shu holatingda ketasan, o'zgarish bo'lmaydi, buni o'zgartirib bo'lmaydi. Chunki miyangdagi butun nerv oqirlari, impuls o'tkazuvchi nerv oqirlari, ya'ni shunchalik qotib qolgan deb tushuntirgan. Endi xalq tilida tushuntirsak to'g'ri bo'ladi. Shunaqa natijalar bo'lgan. Hozir soppa-sog' ayol.